Bilasizmi, meni yo'lim o'zi tug'ma tadbirkorlik yo'li ekan. Ayollar tadbirkor bo'lishini jamiyat hech qachon qabul qilmaganda. Men bu udlenitellarni bir-biriga ulab korzinkadan to'kolardik, ishlardik, mijozlarni qilmasin debdi. Agarda ayol kishini hayotidagi erkeklari kuchli bo'lsa, o'sha ayolda har doim muvaffaqiyat bo'ladi degan ma'ni o'sha xulosaga kelganman shu paytgacha. Eng qiyini o'zingizni yaqinlaringizni yengib kurashib ular bilan o'tish qiyin. Ayol tadbirkorga eng qiyin narsa o'zi oilasidagi bosimni yengib o'tish. Siz Allohga qanchalikki maqsadlaringizni, niyatlaringizni qanchalikki siz Allohga aniq tiniq berasiz, shunchalik aniq tiniq uni ijobati keladi sizga. Assalomu alaykum Munira opa, xush kelibsiz. Avvalambor o'zingizni tanishtirsangiz. Men Rahima Munira. Ko'pchilik ayollarimizni yaxshi ko'rib, sevib, o'sha qalblariga kirib borgan Karbonada brendining asoschisiman. Bugun sizni kuchli ayol va salon egasi sifatida tanishadi. Aslida bu yo'l qayerdan boshlangandi? Ko'pchilik biznesini, men o'zim ahamiyat beraman-da endi. Ko'pchilik katta biznes egalari qiyinchilikdan chiqishadi yoki qanaqadir vaziyatlar ularga sabab bo'ladi. Men shu haqida rosa ko'p o'yladim. O'zimning yo'lim o'zi qayerdan boshlangan deb o'zim ham ko'p shu savolni berardim. Bilasizmi, meni yo'lim o'zi tug'ma tadbirkorlik yo'li ekan. O'zim shunga o'sha ishonch hosil ham qilib oldim. Chunki hech qanaqa qiyinchilikda, qanaqadir bir og'ir hayot tufayli kirmaganman. Bu yoqqa shunchaki adam katta tadbirkor bo'lganlar, endi menda shuni potensial bo'lgan. Shu potensialimni chiqarganman. Endi biznesda 18 yildan beri bo'lsam, Karbonada ochilganiga 10 yil bo'ldi, lekin biznesda 18 yildan beri bo'lsam, 18 yil avval ayollar tadbirkor bo'lishini jamiyat hech qachon qabul qilmaganda. Misol uchun meni oilam qabul qilgani bilan, mana adamlar, bu oilamdagilar to'g'ri qarashgani bilan, bu yerda turmush o'rtog'im, qaynona-qaynotam bunga juda ham normal qarashgani bilan jamiyat uni qabul qila olmasdi-da. Meni o'zimning atrofimdagi o'rtoqlarim chidasha olmasdi, buni anaqadek qabul qilishardi, qanaqa nima deydi. Voy, mana agarda ayol kishi biznes ochib, ishlasa, pul topsa, u faqatgina eri topmagani uchun qilyapti shu ish bo'lardi. Tushunasizmi? Oilada agargina muhtoj, demak uni muhtojligi bor, demak uni eri yaxshi pul topmaydi, demak u haqiqatan hayotini, oilasini qanaqadir vaziyatdan olib chiqib ketish uchungina shunga majbur ishlayapti degan qarashlar bo'lardi, tushunasizmi? Meni o'zimning o'rtoqlarim ham men mazza qilib o'zimning ishimdan ishlardim, to'g'ri qiynalardim, 24 soat ishlardim-da. Lekin o'sha narsa menga kuch berardi-da, tushunasizmi? Nimadir qilyapman, nimadir o'xshabyapti-da. Menga o'rtoqlarim har doim aytishardi, atrofimdagilar, voy nima zaril, seni ering indamaydimi, sen nimaga shunaqa ishlaysan, sen uyda o'tirsang bo'lmaydimi, senga nima yetmaydi, hamma narsang bor-ku, yoki ering yaxshi pul topmayapti. Doim shunaqa bo'lardi. Men ularga tushuntirib bera olmasdim, o'zi aslida nima uchun ishlayotganimni. Lekin vaziyat shunaqa bo'ldiki, mana qarang, oradan necha yil o'tib, o'sha ayollar o'zini ustida ishlashi, shaxsini rivojlantirishi, ilm olishi, qaysidir sohani rivojlantirishi bu normalligini o'sha zamon isbotlab qo'ydi uni. Endi eng qizig'i, o'sha boshlagan yillarimda menga hamma nima deydi, to'siqchalarni qo'ygan juda ham ko'p tanishlarim, o'rtoqlarim bugunga kelib menga yozishga, men даже SMS-larni ko'rsatsam bo'ladi, yozishadi, o'rtoq, men ham ishlash xohlayman, ishlamoqchiman. Erim faqat Munira bilan ishlasang mayli deyapti. Birga ishlaylik. Tasavvur qiling. Mana zamon qaysi darajagacha keldi-da, demak ayollarning ishlashi, o'zini o'zi rivojlantirishi qanchalik muhimligini o'sha erkaklar ham tushunib yetishdi. Hozir aytyapsizki, ota-onam, qaynona-qaynotam umuman qarshilik qilishmagan. Ularga ham bosim o'tkazishganda sizga ular bosim o'tkazishganmi? Yo'q, men umuman ongli oilada katta bo'lganman. Zamonaviy, ongli, to'la to'kis oilada katta bo'lganman. Xuddi shunaqa oilaga kelib o'tishganman. O'zimning oilamdan ham ko'ra erkroq oilaga kelib o'tishganman. Hattoki bu yoqda qaynona-qaynotam menga berishayotgan erkinliklaridan, xo'jayinim berishayotgan erkinliklaridan, ishimga, rivojlanishimga, o'zimning rivojlanishimga berishayotgan erkinliklarni bu yoqdagi o'zimning ota-onam hayratga tushardi. Shu darajada yaxshi bo'lgan ekan. Xudo yaxshi ko'rgan anaqa bandalardan men.
Karbonadoni birinchi mijozlarini eslaysizmi? Ha, Karbonado bizda shunaqangi muvaffaqiyatli loyiha bo'lgan. Bizni ochganmiz ham, yurib ham ketgan. Bizni даже ochishga ulgurmaganimizdan salonimiz to'la edi. Mana hozir bor-ku, odamlar salon ochishadi, yaxshi lokatsiya tanlashadi, remont qilishadi. Lekin masterga to'ldirish olmaydi, misol uchun. Masterga to'ldirishsa, klientga to'ldirish olmaydi. Bizda Alloh shu qadar yo'limizni ochganki, bizani o'zi ofitsialniy ochilishimiz sentyabrda bo'lgan, 15-sentyabrda bo'lgan. Testoviy rejimda biz 1-iyundan ishlashni boshlaganmiz. Hali bizda elektrikli ishni tugatmagan, boshqa bo'lmagan. Lekin salon masterga ham, mijozga ham to'la edi. Tasavvur qiling, to'kla ketib qolgan, otib borgan. Biz korzinkadan anaqalada mana bu uдлинительlarni bir-biriga ulab korzinkadan to'k olardik, ishlardik, mijozlarni qilmasin debdi. Ishga tushmagan hali biznes, lekin salon to'la edi-da. Mijozlarga ham, anaqalarga ham. Aynan Karbonadoni ochayotgan vaqtingizda uddalay olamanmi degan ikkilanish bo'lganmi? Bo'lgan. Har doim bilasizmi nima? Aytishadi, mana erkak kishini orqasida bir ayol bo'lsa, u muvaffaqiyatli bo'ladi. Xuddi shu gap ayol kishiga ham tegishli. Agarda ayol kishini hayotidagi erkaklari kuchli bo'lsa, o'sha ayolda har doim muvaffaqiyat bo'ladi degan ma'ni o'sha xulosaga kelganman shu paytgacha. Chunki misol uchun menda oilada adamlar har doim orqamda turmushga chiqqunimcha, например, adamlar, u yoqdagi dvoyurniy akalari, misol uchun ukam, mana hozir turmush o'rtog'im, hammalari shu qadar menga opora bo'lishgan, nima deydi, tayanch bo'lishgan, har doimki nima kiyman, maqsad qo'ymay oldimga qo'llab-quvvatlashgan, balotsa qilishgan deydi-ku, mana shunaqa nima deydi, qo'llab-quvvatlab har doim tayanch bo'lishgan. Men o'ylayman, shuning uchun ham menda oson bo'lgan ko'p narsa. U qo'llab-quvvatlash pul emas, faqat anaqada emas, shunchaki sizni nima deydi, sizni g'oyalaringizni, sizni atrofingizdagi insonlarni qabul qilishi ham sizga katta kuch beradi-da. Tushunasizmi? Eng qiyini o'zingizni yaqinlaringizni yengib, kurashib, ular bilan o'tish qiyin. Agar ular bilan kurashmasangiz, sizda o'ylang qancha energiya zapasda qoladi. Mana shunaqa. Bu yerda Karbonadoda ham shunaqa bo'lgan. O'zimni aqlim yetmaydigan darajadagi g'oyaga qo'l urganman. Bu 1000 kvadrat joy edi, quruq devor edi, hech qanaqa remonti, hech qanaqa narsa. Hali u binoni o'zi ham bitmagan edi. Shunchaki menga shu g'oya kelib qolgan. Kelgan g'oyadan o'zim qo'rqib ketganman. Keyin men shunaqa bitta odam qidirganmanki, yo'q, qilma bu ishni deydigan odamni qidirganman-da. Endi bitta odam aytsa bahona-yu, men qilmoqchi edim, men yo'q degandan keyin qilmadim deysiz. Keyin telefon qilganman, birinchi odamlarga telefon qilganman. Ada deganman, mana shunaqa joy bor ekan, 1000 kvadrat ekan, mana anaqa ekan, shuni olsammikin deganman. Prosta aytganman. Men 100% ishonchim komil edi. Odamlar, "Ya qizim, qo'y, nima qilasan? Mana bitta o'z saloning bor, mana bitta shuncha biznesing bor, qo'y shuni ham boshingga, bolalaringga qara, uyingga bor, qanaqa xizmatini qil" deyishlariga ishonchim komil edi-da. Tushunasizmi? Shunaqa deyiladi deb o'ylaganman-da. Yo'q, bo'lmagan. Adam aytgan, zo'r deganlar, ol deganlar. Ana o'sha yerda boshla. Menda anaqa bo'lib qolgan-da. Uchib qolganman qanaqadir-da. Yana harakat qilmay, shu odamlar meni to'xtatishlariga anaqa qilaman-da, aytaman. Ada bilasizmi, 1000 kvadrat hech narsasi yo'q. O'tga rosa katta pul ketadi deyapman-da. Meni hamma оборотda mana bitta bizneslarimda turibdi deyapman-da. Abetga juda katta pul ketadi desam, adam aytganki, pulni вообще o'ylama deganlar. Sen shunaqa yozib rejalashtirib chiqqin deganlar, o'shani puli o'zi keladi deganlar. Haqiqatan men shu Karbonado proyektimda o'zi $4000 pulim bo'lgan, lekin u yoqqa juda ham katta pul ketgan. Odamdan ham, turmush o'rtog'imdan ham hech kimdan olmaganman. Xudoning o'zi yetkazgan. Haqiqatan o'zi qatdan kelishlarini o'zi yetkazgan-da. Shunaqani udachniy proyekt bo'lgan. Rejalar puxta bo'lgan, demak. Rejalar puxta bo'lgan, lekin aytaman, men atrofdan shunaqa meni to'xtatadigan odamlarni qidirganman. Lekin naborot ham keyin meni adam to'xtatmadilarmi? Keyin ukamga telefon qilaman-da. Qara, az mana qilyapti. Adam mana bunaqa, voy, oling zo'r joy deb. Voy, tavba, bular jinnimi deyman-da. Meni aqlim bular jinnimi deyman. Meni 3 ta bolam bo'lsa, chaqalog'im bor eshik ko'rsangiz. 3 oylikmi, 4 oylik chaqalog'im bor-da. Hali 2 ta o'g'lim kichkina. Keyin men bular jinnimi deyman. Meni nima bular Superman deb o'ylashyaptimi deyman. Qilma deyishsa bo'ladi-yu, deyman. Xafa bo'lib ketaman-da, ko'rsangiz. Yo'q, men nima qilasiz deyishligini kutyapman-da. Ol deyapti. Endi ular ol deb turishibdi, qilmasligiga meni g'ururim yo'l qo'ymayapti-da. Mana shunaqa qilib boshlanib ketgan. Demak, eplashga ko'zingiz yetgan. O'sha vaqtlarda aytaylik, bo'm-bo'sh xona, o'zingiz ham qo'shilib ishlagan vaqtlaringiz bo'lganmi? Voy, o'tda
polniy o'zim qo'shilib ishlaganman. O'zim, xo'jayinim, даже mana rasmlar bor, men sizga beraman, uni vstavka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Har bitta xonalarga biz oynalar qo'yganmiz. Oynalarning ganjlari, ganjlarni biz tillaga bo'yashimiz kerak edi, baget qilib. O'shalarni ko'psini o'zim bo'yab chiqqanman. Men bo'lmasa malyallikdan вообще xabarim yo'q. Endi shu darajada biz ustalarga kirishib ketganmiz, o'zimiz shu 7 yildan keyin o'zimiz borardik xo'jayinim bilan. Ustalar ketishardi. O'sha joy hammasini o'zimiz uchun-da, o'zimiz uchun. Endi shu o'zimiz sipirib, tozalab, qoplab, musullarni yig'ib qo'yardik. Bo'yaydigan joylarni o'zim qarashaverardim. Davaysiz men bo'yayman, sizlar bo'yaysizlar deb o'zimiz polniy qatnashganmiz. Charchamagan ekansiz-da, demak. Anaqa berganda, u emotsiya berganda shu proyekt bizga. Ayol tadbirkorga eng qiyini nima aslida? Ayol tadbirkorligi, endi menda unaqa bo'lmagan. Meni muvaffaqiyatim sababi ham shu. Ayol tadbirkorga eng qiyin narsa o'zi oilasidagi bosimni yengib o'tish. Agar kimki oilasida bosimi bo'lsa, u tadbirkor bo'lish rosa qiyin unga. Rosa qiyin, chunki ayol kishi bosimni ko'tara olmaydi-da. Tasavvur qiling, men biznesda juda ham muvaffaqiyatlisiz-da. Yaxshi yuryapti biznesingiz, juda ham yaxshi, shaxsiy rivojlanishingiz, tanish sog' kasal emassiz. Biznesingiz uchyapti-da, uyga kelyapsiz, sizni juda ham yomon ko'radigan bitta odam bor uyda. Tasavvur qiling, mana shu uyga qaytguningizgacha bo'lgan yo'lni o'zi sizni yeb yuboradi-da. Tasavvur qiling, shu eringiz davleniyasi bor uyda, yoki qaynonangiz davleniyasi bor uyda, yoki qaynotangiz yoki ovsiningiz qanaqadir agressiv sizga qarshi bir inson bor-da uyda. Tasavvur qiling, o'sha uyga siz qaytishingiz kerak har kuni. Men o'ylayman, nafaqat tadbirkor ayolga, ayol zotiga bu juda og'ir. Ko'p ayollar kelishadi, mana shunaqa vaziyatlardan qochish uchun, uydan qochish uchun chiqib ketayotgan ayollar bor-da. Misol uchun, men ularni tushunaman, lekin yordam bera olmaysiz-da ularga-da. Endi yaxshi tomonlarni ko'rishga harakat qilinglar. Yaxshi bo'lib ketadi, deysiz, anaqa motivatsiya berasiz. Endi mendagi muvaffaqiyatni siri, men o'ylaymanki, o'sha kelin bo'lib tushgan xonadonimdagi har bitta insonni meni qabul qilishgani, qo'llab-quvvatlashgani. Mana tasavvur qiling, kechasi 12 lar, kechasi 1, kechasi 2, mayli bu remont paytlari. Kelguncha nagda menda o'qishlar boshlanib qoladi. Imtihonlarga tayyorlanishim kerak. Qaynona-qaynota men bilan baravar tayyorlanishadi, ko'rsangiz. Yechdingizmi, nima bo'ldi, qatida qiynalyapsiz, nima qilyapsiz? Xo'jayinimga aytishadi, "Davay o'tir, yordam ber xotiningga, anaqa nimani tushunmayapti, qarash bor" deyshadi. Misol uchun, bir xilda seminarlarga, master-klasslarga borsam, uchuzilib ketadi, kechki payt bo'ladigani 12-1 bo'lib ketadi. O'ylang, ayol kishi kelin yo'q uyda, 12-1gacha o'qishda o'tiribdi. Lekin normal qarashadi. Shu kelgunimcha ovqat issiq ushab o'tirishadi, ishda kelishi bilan ovqat yesin deb. Bu уже kerakli jarayonlar-da. Hayotingizni tubdan o'zgartirib bo'lgan voqea bo'lganmi? Aytaylik, o'zingiz aytdingiz, men tadbirkorlikda umuman qiynalmaganman. Mentor sifatida bunaqa hikoyalarni eshitganmisiz? Qanaqa? Aytaylik, tadbirkorlikni yiqilib turib hayotini qaysidir voqea tubdan o'zgartirib yuborgan va umuman boshqa bosqichdan boshlagan ayollar hikoyasini. Unaqa hikoyalar esa ko'p. Juda ham ko'p. Balki menda ham bo'lgandir shunaqa. Bilasizmi? Sizchi mana hayotda qanaqa qabul qilishingizga bog'liq. Ba'zan shunaqa ayollar kelishadi-da, arzimagan narsani butun hayotligini fojiasi deb ko'rishadi-da. Men hayron bo'lib qarab o'tiribman, qarayman. Voy to'g'ri, anu kuni menda ham shunaqa bo'ldi deyman-da, anu. Men o'tib ketaman. Tushunyapsizmi? Balki menda ham bo'lgandir shunaqa vaziyatlar, balki men uni unaqa vaziyat deb qabul qilmagandirman. Normal deb qaragandirman, balkim. Shuning uchun men aytaman, через боль boshlanmagan bu yo'l. Shunaqa. Eng kerakli 3 ta maslahatingiz endi boshlayotgan, tadbirkorlikni boshlayotgan ayollarga. Endi tadbirkorlikni boshlayotgan ayollarga men 3 ta zo'r maslahat bergan bo'lardim. Eng birinchisi, ular o'zlarining shaxsiyatlarini birinchi yaxshi rivojlantirib olishlari kerak. Chunki tadbirkorlik bu oson yo'l emas. Mana men sizga gapirib berayotganimchalik oson yo'l emas. Menga bu juda ham oson tuyulyapti, ko'rinyapti, lekin atrofdagilar ham eshitsa, "Voy, oson ekan" deydi. Nima uchun menda bunaqa bo'lgan? Chunki men o'zim ustimda juda ham ko'p ishlaganman. Juda ham ko'p kitob o'qiganman. Kichkinaligimdan katta romanlarni juda ham ko'p o'qiganman. Mana уже u kitoblar tayyorlab bo'lganda hayotga. Tushunyapsizmi? Podgotovkasiz hayotga tayyorgarliksiz, ruhiy tayyorgarliksiz boshlash juda ham qiyin.
juda ham qiyin. Bu yerda konkurensiya deydi, boshqa. Keyin yana bitta narsa, odamlar bilan yashaydigan odamlar biznes qila olmaydi. Siz tushunasizmi shu gap? Odamlar bilan yashaydigan odamlar biznes qila olmaydi, biznesda muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Siz biznes qilyapsizmi, atrofdagilarni, odamlarni уже unutib olishingiz kerak. Ularga уже qarashingiz kerak emas. Chunki odamlarning gap so'zi, har bitta gapirgan odamni gapiga qarasangiz, har bitta gapirgan odamni gapi sizni sindirsa, yig'latsa, sizga ta'sir o'tkazsa, unda qayerga borasiz? Hech qayerga bora olmaysiz. Mani ustozim shu dorixonada buxgalter bo'lishdan boshlaganman-da o'zimni faoliyatimni. O'sha yerdagi ustozim menga eng kuchli mentor bo'lganlar-da. Keyin o'shalar aytganlar-da, "Sen balki ular meni ko'rgandir, u payt yosh bo'lganman. Ular menga aytganlarki, qizim deganlar, sen deganlar shunaqa rivojlangin deganlar. Shunaqa rivojlangin deganlar. Mana shu seni yo'lingdan deganlar. Kimdir boshingga uradi, kimdir orqangdan tepadi, kimdir yo'lingga to'siqlar qo'yib qo'yadi. Mana shu ikki qatoring to'la odam bo'ladi deganlar. Shu odamlarni juda ko'p qismi seni shu yo'ldan qaytarishga harakat qiladi deganlar. Juda ko'p senga xalaqit berishadi deganlar. Juda ko'p seni yig'latar balkim, xafa qilar, o'kstar, xalaqit berar, xo'rlar, juda ham ko'p shunaqa senga sabablar chiqadi yo'lingda deganlar. Lekin hech qanaqasiga qaramasdan sen faqat to'g'ri degan maqsadingga qarab ketavergan deganlar. Eng qizig'i deganlar, o'sha maqsadingga yetasan-ku deganlar. Buni orqangga qarasang deganlar. Shuni orqangga qaraganingda, shu senga xalaqit bergan, seni xo'rlagan, yig'latgan hamma odamlar chapga chalib, "Malades, biz aytuvdik-ku, sen zo'r bo'lasan." deb aytishadi. Imini seni yiqitayotgan odamlar senga chapga chaladi, buni orqangga qaraganingda. Shuning uchun umuman inson faktorini o'chirib qo'ygan deganlar. Maqsad, reja, strategiya bilan yashash kerak odam. Siz mana hikoyangizdan insonlarda savol tug'ilishi mumkin. Ha, bular endi boy oilada chiqqan yoki to'q oilada chiqqan deb. Hozir aytyapsiz, faoliyatimni dorixonada boshlaganman deyapsiz. Insonlar o'ylashadiki, ha, otasi bunga shunchaki biznesni tayyor berib qo'ygan deb o'ylashadi. Yo'q, demak, sizni hikoyangiz bo'yicha aslida unaqa emas. Sizni ota-onangiz ham birinchi bilim olishingizni xohlagan va hammasini o'zingiz qurgansiz, to'g'rimi? Shunaqa. Endi mana ko'pchilikni shu xato fikr yo'ldan adashtiradi. Ha, adasi boyda, shuning uchun mana bunaqa boy oilada o'sgan, qiyinchilik ko'rmagan. Endi sizga savol, qiyinchilik ko'rmagan, boy oilada o'sayotgan qancha bolalar bor? Ular necha foiz muvaffaqiyatli? Hamma muvaffaqiyatli emas. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Hamma ham muvaffaqiyatli emas. U sizni agarda siz boy oiladan chiqqan bo'lsangiz, o'zga to'q oiladan chiqqan bo'lsangiz va muvaffaqiyatli bo'layotgan bo'lsangiz, demak bu yerda sizni juda katta mehnatingiz bor. Juda katta mehnatingiz, juda katta o'zingizning harakatingiz, juda katta intilishingiz bor. Pul hamma narsani hal qilib bermaydi sizga. To'g'rimi? Mana o'ziga to'q, badavlat oilalar juda ham ko'p. To'ppa-to'g'ri. Ularning farzandlari ham juda ham ko'p. Misol uchun o'sha farzandlarning ichida ham qaysi biridir muvaffaqiyatli bo'ladi, qaysi birlaridir bir kuydirgi bo'ladi. To'g'risi? To'liq biznesni berib qo'ysa ham, qaysidir vaqt ichida boylik har doim farzandlarga yordam bo'lmaydi. Qaysidir ma'noda qaysidir farzandlarni sindirib ham qo'yadi u. Misol uchun. Shuning uchun men bu tarafga odamlar fokusini qaratish kerak emas deb o'ylayman. Bu umuman rivojlantirishga to'g'ri qaysidir ma'noda faktor, lekin men o'ylayman, pul faktor emas. To'q oilada o'sganingiz, yaxshi sharoitda bo'lganingiz, sizni muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lishingiz uchun bosh faktor emas. Sizni muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lishingiz uchun bosh faktor nima bo'lishi mumkin? Agarda ota-onangiz shunaqa halol, bir duo olgan, yaxshi biznesda ko'tarilgan, yaxshi bir inson bo'lsa, o'shalarning geni sizda bor. Ana o'sha gen sizni haqiqiy oporangiz, поддержкаңiz, tushunasizmi? Ana o'sha gen sizni merosingiz. Bo'ldi. Atak pul meros bo'la olmaydi. Men shunaqa deb o'ylayman. Moliyaviy tarafdan sizga kimlar yordam berishgan? Eng birinchi menga moliyaviy tarafdan Alloh yordam bergan. Chunki hamma narsa, ko'p narsa, keling mana, hamma narsa Allohga bog'liq. Mana biz hozir yaqinda sun'iy intellekt bo'yicha men o'zim o'qiyapman. Yangi kursda. Shu sun'iy intellekt bilasiz, hozir zamon talabi, o'zgarib ketdi savolingiz. Hozir aylanib kelamiz bu savolga. Sun'iy intellekt hozir ko'rib zamon talabi. Sun'iy intellektni eng muvaffaqiyatli bo'lish uchun hamma bergan sizni savolingizga aniq javob olishingiz uchun siz aniq prompt yozishingiz kerak-da. Promptlar aniq bo'lishi kerak.
shu qanchalik siz to'g'ri prompt yozayotganingiz yoki bo'lmasa mana ssilkalar qo'yasizda, qaysidir loyiha sizga yoqdi yoki qaysidir inson sizga yoqdi, kimnidir Instagram profili misol uchun sizga yoqdi, o'shani ssilkasini olasiz, qo'yasizda, etigiga prompt yozasiz, to'g'rimi? Menga xuddi mashinadagi mana bunaqa qilib ber. Yoki bo'lsa mani savolim bor, mana shuni javoblari asosida menga javob qilib ber deysizda. Qanchalik siz mana shu promptni aniq yozsangiz, sizga shunchalik mukammal javob keladi. Qanchalik siz promptingiz mukammal bo'lsa, shunchalik sizga yechim ham mukammal keladi. Bu narsa Alloh bilan ham shunaqa. Siz Allohga qanchalikki maqsadlaringizni, niyatlaringizni, qanchalikki siz Allohga aniq tiniq berasiz, shunchalik aniq tiniq uni ijobati keladi sizga. Tushunyapsizmi? Hayotda siri shu. Siz shu qadar mukammal, aniq, tiniq va xolis beringki Allohga niyatlaringizni. Shunchalik mukammal uni ijobati kelsin. Shuncha tezlikda kelsin. Misol uchun mana sun'iy intellektga ham aniq bersangiz tezroq yozib beradi. Noaniq narsani bersangiz, maylimi senga savol bersam, o'zi bu senga nimaga kerak, men bu savollarimga javob ber dedi-da, aniqlab oladi. Alloh bilan qanaqa bo'ladi? Siz nimanidir so'raysiz, agarda u tushunmasa, sizni o'sha tushunadigan darajaga keladigan 5-6 ta vaziyat beradi sizga. Sinovlar. Da. Ana o'sha vaziyat orqali siz Allohga o'shaning javobini berishingiz kerak. Javobini berasiz. Keyin u sizni pozitsiyangizni tushunib oladi-da. Keyin shunga yarasha haligi duoyingizni ijobati tushadi. Juda yaxshi. Endi biznesda ham men shunaqa aniq tiniq maqsad bilan Allohdan so'ray boshlaganman. Alloh ham, jon Alloh ham, bilasan, shunaqa jamiyatimizda fikrlar bor. Adasi qilib bergan, eri podдержка qilyapti, ukasi podдержка qilyapti, qiladi-da degan bir nima deydi, fikrlar bor odamlarni. Menga shunaqangi imkon berginki deganman. Adamlarsiz, erimsiz, ukamsiz, hamma meni podдержкалар, moliyaviy podдержкалarim bor-ku, shularni yordamisiz men quray, shuni men ko'rsatay odamlarga, shu maqsadi bilan odam, aniq strategiyalari bilan, niyatlari bilan ham katta bizneslar qura olish mumkinligiga ki sen bilan birgalikda shuni qilaylik deganman. Haqiqatan shunaqa bo'lgan, juda ham qiynalgan paytlarim bo'lgan, shunaqa pul taqalib qolgan paytlari bo'lganda, keyin telefonda undan bundan gapirishar, "Nima bo'lyapti? Ketyaptimi ishlar? Ha, ketyapti. Puling yetyaptimi?" desa, "Ha, yetyapti." derdi. Pul yo'q o'zi, erta pul topib berish kerak, pul yo'q. Lekin kelib qolardi. Endi u paytlar bitta shunaqani ilohiy voqea bo'lganda, bilasizmi? Bu faqat ilohiy deb ayta olaman, men boshqa narsa deya olmayman. Anaqadan kelgan Xitoydan bizani tovarlarimiz kelganda, uni men rastamoshga qo'yib chiqishim kerak bo'lgan. Lekin rastamoshkaga pul yo'q. Chunki bu yerda juda ham katta remont ketyapti, hamma pullarimiz ketgan. Men shu qadar tushkunlikka tushib qolganman. Men bitta meni so'zim turibdi-da, hech kimdan pul olmayman degan. Tushunyapsizmi? Yaqinlarimdan pul olmayman degan so'zim turibdi-da. Shunda so'rasam, shunda hozir telefon qilib so'rasam, 10 minutda yetib keladigan pul-da. Tushunyapsizmi? 10 minutda hal bo'ladi. Xudojon deyapman, Xudojon, iltimos, meni senga bergan so'zim bor-ku, deyapman. Shundan chiqmaylik, deyapman. O'sha moment men rastamoshka qilib olib chiqishim uchun o'sha firma ochishim kerak bo'lgan, dokumentlarni to'g'rilashimiz kerak bo'lgan. Men hukumatdan firmani ochganman. Keyin bankdan расчетный счет ochishimga to'g'ri kelgan. Davrbank, meni hamma firmalarim Davrbank bilan biz ishlaymiz. Hozirgacha ham men yaxshilikni unutmaydigan odamlardanman. Menga Davrbank juda uzoq, juda noqulay lokatsiyasi bo'yicha, lekin men haligacha hanuzgacha Davrbank bilan ishlayman. Nimaga? Chunki menga juda katta yaxshilik qilgan bu bank, shuni men unutmayman. Bu qanaqa bo'lgan? Bankka kelganman, men o'zimga hisob kitob ochganman. Qarang, endi Xudoni eshitganini aytaman-da. Hisob ochib olman-da, o'tiribman. Keyin bankdagi bolalar aytishyapti menga, kredit olmaysizmi deyishyapti menga. Keyin men ham o'tiribman, tushkunlikka tushib o'tiribman, endi bildirmayapman ularga-da. Keyin olardim, sizlar yangi firmaga bermaysizlar-ku deyapman. Qanaqa yangi firma? Mana hozir ochyapsizlar-ku firmani. Menga mana shu firmamga kerak kredit, mana shu firmamga anaqa kerak. Asli bermaysizlar uni deyapman. Mart, aniq esimda, yo 26, yo 27-martda. Keyin shunaqa desam, keyin ular aytishganki, beramiz deyishgan. Keyin men aytganmanki, qanaqa berasizlar deganman. Hozir ochilyapti firma. Qanaqa berasizlar deganman. Beramiz deyishgan. Qarang, Allohga eshitgan-da, shu duolarimni eshitgan qaysidir duoyimda. Keyin beramiz deyishgan. Men shunaqa hayron bo'lman, chunki men bankka kelguncha shunaqa Xudoim bilan gaplashib kelyotgandim-da endi.
keyin o'sha paytda управляющий Baxtiyor aka edilar, Umurzoqov Baxtiyor aka. Shuni pastga tushib qolganlar xonalaridan. Keyin ular ham prikol qilishganda, bolalar aytishganki, Baxtiyor aka deyishgan. Mana hozir firma ochyapmiz, anaqaga, Munira opaga kredit beramizmi yo'qmi deyishgan. Ular ham qaragan, nima firma, mana shunaqa. Bo'ldi, beramiz deganlar. Tasavvur qiling. Umuman mana yangi firmada, bo'ldi, beramiz deganlar. Keyin aka, men to'g'ri jin bo'lib qo'yaman bular deyman. Chunki bank sistemasi 8 yildan beri ishlayman-da. Endi boshqa firmalarim bor, bank sistemasida ishlayman. Buning iloji yo'q, kreditni 1 soatda berishdi. Bo'ldi, ishlaymiz. Men tez yig'ib kelinglar. Ish oling, mana shu dokument berdilar. Men ishonmayman, jinnim bo'ladi deyman-da. Baholatib keling, nimadir dedilar. Mana qarang, ko'zimga yosh keladi, ana qilsam. Eslasamda. Keyin tez dokumentlarni yozib berdilar. Men bordim. Yig'ib keldim. Ishonmayman, bular jinni deyapman. Hozir meni jinni qiladi. Bekorga men deyapman, men baholashga ishlatayotgan pulim, buni ertaga 10da yetib keling. Ha, xo'p. Men bordim, o'sha kuni o'sha aytishgan dokumentlarni hammasini yig'dim. Keyin shoshilmayapman-da, ana baholash 11lardan shunaqa qiladi. 10da menga bankdan telefon qilishyapti-da. Munira olib kelyapsiz deb, "Voy, jinnimi bular aldamayotgan ekan" deyapman-da. Bo'ldi, hozir olib boraman. Men shundan ham ishonmayapman. Keyin bordim, ana baholashdan hamma dokumentlarni oldim, boshqa qildim. Men даже shu payt nima qo'yganimizni ham eslolmayman. Keyin keldim bankga kelsam, Baxtiyor aka kutib turibdilar. Уже hamma dokument, tasavvur qiling, ular pechat qilishyapti. Men qo'l qo'yib pechat qo'yib ulgurmayapman-da. Pechat qo'yib qo'l qo'yaman, pechat qo'yib qo'l qo'yaman. Ular yetkazib berishyapti hamma dokumentlarni. Taq, yarim soat. Endi biz notariusga borishimiz kerak. Uni оформить qilishimiz kerak kreditda-da. Notariusga men borishim kerak-da. Obedda meni ishim bor, bo'pti. Yarim soat 40 minutchalik meni ishim bor. Notariusga men borishim kerak. Obedgacha biz kreditni ulgurishimiz kerak, hamma dokumentatsiyasini qilib, komissiyaga ular topshirish kerak, kredit ertaga chiqishi kerak. Tasavvur qiling. Shunga ular harakat, tasavvur qiling, siz xohlasangiz butun koinot siz uchun harakat qilar ekanda. Keyin shu bank управляющийsi Baxtiyor aka aytganlarki, anaqa deganlar, Munira deganlar, siz deganlar, hamma dokumentni bu yerda to'g'rilab turinglar-da, olib boringlar, men notariusga borib o'chirib toptiraman deganlar. Tasavvur qiling. Bank управляющийsi meni birinchi marta ko'rib turibdilar-da, o'ylayman, meni tanishim emas u. Hech kimdir aytib qo'ymagan ularga, kimdir. Ko'pchilik eshitganda, "Adiz aytib qo'yganlar, ukangiz." Yo'q, manadan hech qachon Davlat bank bilan ishlamaganlar, Ipak yo'li bilan ishlaganlar. Masalan, Davlat bankda tanishim. Lekin shunaqa qilib ular ochirib toptirganlar. Biz taq hamma dokumentatsiyalarni qilib, uchib borganmiz notariusga kirganmiz, hammasi hal bo'lgan. Keyin ular komissiya chiqarib yuborishgan. Уже ertasigami inniniga ana pul tamojniga tushgan. Shu darajada oson, mana 2 kunda hal qilib berganda, xudo, men kutmagan joyimdan-da. Endi u paytlarda meni вообще xabarim yo'q edi. Shu kreditlar mumkin emas deyishardi, boshqa deyishardi. Biz bunga normal qaraganmiz. Hozir endi bu gapni eshitsa odamlar, "Voy, siz kreditga targ'ib qilyapsizmi?" deyishmasin. Lekin u paytda shunaqa situatsiya bo'lgan, lekin aytaman, Xudoim shu qadar chiroyli anaqa bilan olib chiqib ketgan. Men o'sha paytdagi Davr banki podдержкасini hech qachon unutmayman. Hech qachon, men hozir mana 25 yil adashmasam klientman Davr banki. Menga juda ham noqulay aytaman, juda ham noqulay. Uyim boshqa tarafda, salonim boshqa tarafda, Davr bank umuman boshqa tarafda. Menga juda ham boshqa banklardan ko'p takliflar chiqadi, yaxshi takliflar chiqadi. Lekin men aytaman, "Yo'q" deyman. Menga shu Davr bank shunaqa katta yaxshilik qilgan, men unutmayman uni deyman. Shuning uchun klientman hozirgacha. Juda ham ajoyib voqea bo'lgan ekan, Munira opa. Munira opa, tadbirkor ayollar, ya'ni endi boshlagan tadbirkor ayollar uchun top 3 ta maslahatingiz. Birinchidan, ularda tadbirkorlik kodi bo'lishi kerak. Alloh taolo tomonidan beriladi. Men buni yaqinda o'zim ham bildim. Kodi bo'lishi kerak. Ikkinchidan, желательно oilasi tinch bo'lishi kerak. Agar ular stresssiz qilaman desa, uchinchidan, o'sha boshlayotgan ishini juda ham yaxshi ko'rish kerak. Juda ham yaxshi ko'rish kerak. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, shu maqsaddan kecha olmaydigan darajada shu tanlayotgan yo'lni yaxshi ko'rish kerak. Mana shu narsalar bilan keyin уже bilim, aniq strategiyalar yoziladi, unga kerakli уже jamoa yig'iladi. Shu bilan maqsadiga erisha olasiz. Yana bir kichik savol, tadbirkorlikda xarakter qanchalik rol o'ynaydi? Tadbirkorlikda eng muhim narsa bu xarakter. Chunki tadbirkor pul uchun ishlaydigan odam emas. Tadbirkor bu jarayonlar uchun ishlaydigan odam, jarayon yaratadi, jarayonlarni tartibga soladi va jarayon uchun ishlaydigan odam. Misol uchun u biladi, shu ishdan topayotgan pulidan ko'ra uni majburiyati kattaroq. Orqasida shuncha odam bor, shuncha odamning oilasi bor. Bir kunda o'tib yopib ketishi mumkin. To'g'rimi? Nimani o'ylaydi tadbirkor? Bu odamlar qayerga boradi deysiz.
voy ishchilarim qayerga boradi, endi ular qayerdan ish topadi deydi. Bir kunda 1 soatda to'xtatishi mumkin o'zi uchun, o'zi bo'lsa. Lekin orqasidagi odamni hamma ham o'ylamaydi. Buning uchun o'sha xarakter kerak. Eng kuchli xarakter kompleksi qaysilar deb o'ylaysiz? Birinchi nafsini tiya olish kerak. Agarda topgan pulini o'ziniki deb o'ylasa, topgan pulini xohlagancha yeb borsa, u tadbirkor bo'la olmaydi. U tadbirkor emas. Tadbirkor pulini o'zidan ham qizg'anadigan odamda. Tadbirkor biladi, shu topayotgan puli uniki emas, biznesiniki-da. Tushunasizmi? Men har doim mana sheriklarimga ham aytaman. O'zimga ham aytaman, ishchilarimga ham aytamanki, sizlar o'ylamanglar, mana shu topgan pulni bu yerga oladi, uyga olib ketadi, yo'lda magazin kiradi. Yo'q, shu pulni oldida shunchalik men mas'uliyatlimanki, Alloh oldida shu pulga qilayotgan rasxodimga javob beraman. Chunki menga potensial berdimi, Xudoyim shu biznesga, shu pulini oldida men Allohga отчет topshiraman. Har oy o'zimga birinchi topshiraman, nimaga ishlatdim, sarf qilmadimmi, nima deydi, uvol bo'lmadimi, isrof qilmayapmanmi, bekorchi narsalarga sarflamayapmanmi deb o'zimni oldimda. Chunki bu отчет Xudoni oldida. Xudo aytadi, "Men senga shuncha pul berdim, nima qilasan uni?" deydi. Nima qilasan uni deydi. Ana o'sha narsaga javob bera olishimiz kerak har doim. Keyin tadbirkorlikni boshlayotgan odamlar bir narsaga tayyor turish kerak. Menga ko'p savol berishadi. Nimaga deydi? Tinmay o'qiysiz deyshadi. Voy o'qiyverib charchab ketmaysizmi? Voy o'qiyverasiz deyshadi. Yaqinda bitta narsa eshitib qoldim. Har bitta narsaning haqqi bor ekanda. Kasbkorning haqqi ilm ekan. Alloh sizga shu kasbni berdimi? Shu kasb orqasidan sizga rizq beryaptimi? Siz ham shu kasbni haqqini berishingiz kerak ekan. Bu kasb haqqi nima? Bu kasb haqqi shu kasbingizga qilayotgan investitsiyangiz. Shu kasbingizni rivojlantirish uchun ilmingizga investitsiya qilmasangiz agarda, shu kasbni mana yangi obnovleniyasiga, mana misol uchun mana kamerachilar bo'lsa, yangi kameralar olishmasa agar, yangi o'zidan chiqarayotgan pulga o'ziga investitsiya qilishmasa, yangi jarayonlarni o'rganishmasa, bu kasb haqqini berishmayotgan bo'ladi. Haqqi berilmagan kasb rivojlanmaydi. 25 yillik tadbirkorlik davomidagi eng olgan bitta xulosangiz, eng yaxshi xulosangiz? Eng katta xulosam insonni stержini bo'lishi kerak. O'sha stержini iymon bo'lishi kerak. Sizga yo'llaringiz davomida shayton shunaqangi ko'p sinovlar beradi. Pul bilan bog'liq, vaziyatlar bilan bog'liq, odamlar bilan bog'liq. Shunaqa ko'p sinovlaringiz keladi hayotingizda. Lekin agardaki har qanaqa sinov kelsa, siz pulda yutqizsangiz ham, o'zingizni ichingizdagi tuyg'ularingizda yutqizsangiz ham, misol uchun atrofingizdagi do'stlaringizda yutqizsangiz ham, do'st deb o'ylaganlaringiz qaysidir shu qaroringiz tufayli ketib qolsa ham, xodimlaringizda yutqizsangiz ham, lekin iymoningizda yutqizmasangiz, bo'ldi, siz yutasiz. Keyingi levelga o'tishingizdan oldin sizga katta shunaqa bitta bir iymon sinovi keladi. Agarda o'shanda katta pul yutqizib olasiz, lekin iymoningiz yutyapti. Bo'ldi, o'shani ushlashingiz kerak. O'shani usha olsangiz, bitta galochka olasiz tepadan, next step, keyingi stepga o'tasiz. Tashrifingiz uchun rahmat. Juda ham ajoyib suhbatingiz uchun ham rahmat. Sizga ham rahmat, chaqirganingiz uchun, taklif qilganingiz uchun. Men o'ylayman, agarda shu suhbatimiz kimgadir foydali bo'lib, kimdir hayotida ozgincha bo'lsa ham o'zgarishlar bo'lsa, kimdir hayotida qaysidir savollarga javob topgan bo'lsa, duo qilib qo'yishsin. Biz ham duoda bo'lamiz, yangi boshlayotganlarga, qaysidir jabhalarda qiynalayotganlarga faqatgina Allohga ishonib, to'g'ri yo'lda, to'g'ri stержinda, iymon bilan har qanaqa qiyinchilikdan o'tib ketishsin. Rahmat kattakon.